Ham qishloqlar hammalaringga Alloh rozi bo'lsin. Bu xursandchilik meniki emas, bu barcha o'zi Tepaqo'rg'onlikni xursand xudo xolasa. Hozir hayajondaman. Xudo xolasa Tepaqo'rg'onim birinchi o'rin bilan hozir g'alaba qozonyapmiz. Uylarda bo'lsalar, uylarda duo qilib turinglar. Qishlog'im maza qilsin. Jonim fido mana shu qishloq uchun umrimni oxirigacha xizmat qilaman. Hala. Eng katta hissasi qo'shilganlar. Do'ppisidan tani olaverasizlar bularda, o'quv byudjetchilarni. Bizi kamanda bu. Hala, qo'mondonimiz ham shaydalar. Assalomu alaykum, ahli gruppa yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Mana bugun bizning qishlog'imizda ham Navruz. Hammani o'pin byudjetdan yutildi, birinchi o'rinda. Mana to'yxonamizda ehson bo'lyapti, iftorlik xudo xohlasa kelinglar. Mana zo'r bo'ldi mana. Mana shu bolalarga hammasiga katta rahmat mana ashula ishlaganlar mana. Kelarimiz. O mana hammalari qattiq mehnat qilishdi. Xudo xolasa Tepaqo'rg'onda nima deydi? Birligi zo'r, birdamligi. Ish qilamiz desa albatta uni uddasidan chiqadi. Malades bolalarga. Sog' bo'linglar, hammaga bayram muborak bo'lsin. Qo'rg'on xalqiga yarashyapti. Aslida 10-o'ringa shu pulni berishayotgan davlatimizga ham rahmat. Lekin biz dedi 5 yildan beri o'tin byudjetda hali yutib 1 metr asfalt qildirolmagan ekanmiz. Mana bu boshlang'ich xudo xolasa birinchi qadamga asfaltni qo'yamiz, hammamiz shu bilan ishonib, o'tin byudjetga ishonib yashaymiz. Lekin aytib qo'yay, bu meni Bo'ston mahalla, meni mahallam, Tegirma mahalla, meni mahallam, bu mahalla meni mahallam emas. Bundan boshqa shior qiling. Bu mahalla hammasi bizning mahallamiz. Bizning Gap yo'q akalar. Sizlar qo'llaring bari gullar aka. Bugun bir maza qilayotganmiz, xudo xolasa. Inshaalloh. Qishloq maza qiladi bu. Qishloq, ha. Qishloq maza qiladi, xudo xolasa. Suyala to'pirib baqir. Mana ustoz povurlarimiz mana. Shu maromiga yetkazishyapti, mana ovqatni ham. Xudo xolasa. Kelaveringlar hammalari mana. Xudo xolasa qishlog'imizda bugun yaxshi bayram, yaxshi kuni. Xudo xolasa o'zgarish bor mana. Qishlog'imizga manisalar qurildi. Chiroyli to'yxonalar qurildi. Shu bizning ancha yutug'imiz shu. Hoji akamizlar xizmatdalar. Shu bugun Hoji aka qishlog'imiz yutganiga xursandmisiz? Albatta aka. Beg'oyat juda ham xursandman aka. Xursandchiligi mana bolalarning ichiga siqqan mana. Karimjon mana o'rtog'imiz umri uzoq bo'lsin. 10 kundan beri tinmaydi mana. Jahongir mana bugun keldilar Jahongir. 10 kundan beri xizmatda bu ham. Orifjon ukamiz ham xizmatda. Bilmaysizmi? Qizingizni menda ko'ngli bor. Men sevarman ruhan, sevar jonim. Birga bo'lsak bizga tavsiya. O'tin byudjetda yutgan Tepaqo'rg'onga hammalaringni to'ylaringda xizmat qilay. Nega? Hammalariga rahmat, otalaringga rahmat, hammalariga.